Baxtingiz bor ekan, shunday chiroyli kelinga onalik baxtida turibsiz inshaalloh. Baxtingiz bo'lsin, kelasi shu kunlarda Nargiz opam bilan birgalikda bu jonlik maqomida turing. Bu xonadonni quchoqlab olganning sababini shunday kirdim, fayzli, chiroyli koshona ekan, juda fayzli, farishta dedim. Shunday ichkariga kirsam, bir kelin u yoqdan bu yoqqa chopib yuribdi. Hayır, shunday qarab, Nargiz opa desam, man kelin poshshani onajonlar dedilar. Men aytdim, "Yo'q, rostmi? Bitta aylaning, qani buncha yoshsiz" desam, "Ha, shundoqda" dedilar. Men Nargizaxon deb o'zim tengi deb o'ylabman, yo'q, bular Nargiz opa bo'lar ekanlar. O'zlari yoshgina bo'lib, chiroylikgina bo'lib, bugun inshaalloh qaynonalik maqomida turibdilar. Ulardan siz ham ekansiz. Alloh sizlarni qalbinglarni, yuzinglarni, ko'nginglarni, yuraginglarni bir-biringizga yaqin qilib qo'yibdi. Farzandinglarni yulduzini yulduziga to'g'rilab qo'yibdi. Fazli xonadoningizda o'sib unigan qizimiz baxtli bo'lsin. Kamida o'zingizdek baxtli bo'lsin. Mana ko'rdik, onajonlarni, qudajonlarni ko'nglingiz xotirjam bo'lsin. Kulib turgan yaxshi bir go'zal silolaga qiz poshshani uzatyapmiz.